baloda inson o'zidan o'zi siqilaveradi. Bo'ladimi sizlarda shunaqa? Nima siqilyapsan? Bilmayman, siqilaveradi, ko'ngli g'ash, ichi qora, bir narsadan siqilayotgandaqa, bir narsadan diqqat bo'layotgandaqa bo'laverasiz. Ana o'shanda quyidagi kalimalarni aytsin deydi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Kimning duosi? Yunus alayhissalom duolari. Agar mana shu kalimani aytadigan bo'lsa, Alloh taolo ana shu bandani qiynayotgan har qanaqangi g'amdan qutqaradi. Chunki bu kalima Yunus alayhissalomni dengizning ostidagi baliqni qonidan quruqlikka olib chiqqan kalimada bu. Fanajjaynahu minal ghammi deb keladi oyatda. Shu kalimani aytuvdi Yunus deydi Alloh Qur'oni Karimda Yunus alayhissalom. Biz ana shu Yunus alayhissalomga g'am tashvishdan najot berdik deydi. Endi bu kalima Yunus alayhissalomning baloni qonidan quruqlikka chiqishiga sabab bo'lgan kalima ekan. Avvalo Xudoning rahmati-yu, siz bilan meni muammochalarim Yunus alayhissalomning boshiga tushgan muammoni oldi men deydi, kichkinada.